Malibu 2 ni puliga siz yangi Jiguli olib uyingizga qo'yib yoki haydagan bo'larmidingiz? Okalar, mashinalarni qaysarlari, injulari keldi. Nima unaqa deyapman? Bu mashinalarni saqlab turish o'zi bo'lmaydi. Yangi Moskvich ko'rganmisizlar? Yangisini. Prям yangi bo'ladi, yana qaranglar. Bu shu spravkalarimi, nima dokumentlarimi? Voy, dod. Hidlari shundoq kelib turibdi mashinada. Eshigini yopilsin. Gap yo'q. Balonlarini ko'rsataman sizlarga. Yangi o'zini zavodskoy balonlari. Mashinaga gap yo'q, lekin ikkinchi mashinamizga o'tamiz. Mana qaranglar. Absolutni yangi ishlari. Voy, gap yo'q lekin. O'zini bunisi undan ham chiroyli ekan-a. Sizlar nima qanaqa fikrdasizlar bu mashina?